Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Prezident Nixonning hiliqi noma'lum mahbus bilan kechirmishlari haqida suhbatga tushganligi, kechirmishning manbasi bo'lgan Bas Sangun Pashshaxonning yot eldan kelgan chilishchi bilan maydonga tushmoqchi bo'lishni ko'ngilda kechirgan yeriga kelib to'xtagan edik. Әмді davamını o'qiymiz. Bu ish xonga yoqdi. Dal shu paytda avam orasidan bir yigit maydonga chiqdi. Yigitning qomati, yeshi Bas-Sangunga yandash bo'lib, kiyimining oddiyligini hisobga olmaganda, uning qovul badini va nur yig'ib turgan chiroyiga qarab, kishilar uni bir xonadonlikning shahzodasimikin deb qolatdi. Yigit ovdan qaytgan tayg'andek to'xtamay nafas ilib turadi. Chunki u oldidala chavandozlik mahoratining ustunligi bilan o'g'loq tortishish o'yinida karomat ko'rsatib g'alaba xushalliqi surayotganda bir to'p bolalar uni alohida bu yerga boshlab kelgan edi. Chilish boshqurg'uchi xushalliq bilan ullik ovozda to'lidi. Ey yuhannas! Sharqiy xonliqdan kelgan zangi palvon bilan Turkman xonadonligimizning palvini elishadigan bo'ldi. Kişiler hurra alqış yangratdi. Balalar bu yigitning atrofiga olishib elishdi. Yigit maydonga tushdi. Allı karamet başlandı. Qaramoqqa yigitning jo'g'i zanginikidan kichik ko'rinsimi, lekin uning chilishqandagi chapdas harakati va ayni yugurayotgan yilpizning harakatiga o'xshaydi. Zangi ko'p xil hujumlarni qilib baqdi, natijasi bo'lmadi. Kuchab baqdi, yigit tutuq bermidi. Zangi bor kuchi bilan uni yerdan yulib ostiga bosmoqchi bo'ldi. Bu chaqda u xuddi bo'g'mi yilondek uningga yepishib oladi. Zangi endi uni yonpashqa ilib salay deganda harakatchan belini beayni Og'muxonning belidek harakatlantirib, chapdaslik bilan uningdan ajrab oladi. İki taraf qattiq tutuşup ketdi. Bütün meydandagilar öz xandonligining yigitiga yan bosatdi. Ular ko'nglida öz yigitining o'z zangini ostiga besib qo'polmas qilib etishni xohlaydi. Dal mushu paytda avomning tiliga ijobat bo'ldimi, yigitga shundoq bir kuch keldiki, o'zidan xeyla og'ir bo'lgan zangini yerdan chamg'ur yulgandek yulib oldida, yonpashqa olg'inicha kuchab otdi. Qilgan ingrash bilan bichora zangi palvonni xudo urdi. U yotgan yeridan qo'pqili tamshalgan edi. Ondan maydisiga urib to'pa so'rgan o'ng qo'lning sunib qarg'i kelmaganligini his qildi. Avam yigitning yiniga gurita yig'ilib uni org'a ilib oldi. Hamda uni osmonga itib g'alba tamoshasi qilishdi. Xon bilan Bas-Sangunmo xushalliqda o'rnidan turib ketdi. Xalq bu ahvolni ko'rib o'z palvinini ko'tarishganicha xonning oldiga keldi. Chunki ular xonning bunda xushalliq ishida bu palvon yigitni yaxshi tortiqlaydiganligini obdan biladi. Xon kulib so'rdi. Qaysi atining guhirsan balam? Nom sharifing nima? Gülistanınızın kitapçısı Jalal Shayxning yolg'iz o'g'li Yavuzbek bo'laman shohim. Seni baqqan atanga salomlar bo'lsin o'g'lim. Xohlasang ishkim sana uchuq. Ma'qul ko'rsang faxrim va kelajagim bu Sangunimga qayrindosh bo'l. Xon o'zining o'g'lidek ko'radigan Bas-Sangunga ma'nilik qaradi. Bas-Sangunga bu gap bek yoqdi ham xonning so'zidan suyunib, xushalliqida yenidagi yoqut ko'z qo'yilgan oltin dastalik qalamtarashni darhol xonga qo'sh qo'llab sundi. Bu qimmat baholi qalamtarash amdilikda Jalal Shayxning o'g'li Yavuzbekning mukofoti bo'lish oldida turadi. Xon o'z qo'li bilan qalam turashni yigitga berdi. Yigit rahmat aytib, bu suyinchini qo'sh qo'llab oldi. Atrofdagi xalq xonning bu Bas-Sangunning oliy janob mardligiga ich-ichidan oprin o'qishdi. Hurra alqi sadolari xonliq maydonni bir oldi. Shu chaqda bir to'p ushshaq bolalar bir nimani ko'tarishguncha yiroqdan yugurishib kelib vaqirash qilib turdi. Yavuzbek, o'qiyayingni akeldik. Endi u yerga bormasak mukofotni boshqalar ilib ketadi. Tez bo'l. Yigit beshini ko'tarib xonga qaradi. Xon nahayt xushalliq bilan uning murisiga urib turib aytdi. Barg'in o'g'lim, kirichingni bo'lishiga tart. G'albangdan Navruz kulsun, xonliqim kulsun. Sen bizning bolamiz.
Jigit o'rnidan turib xonga va Bassanqonga qarab illiq kulimsiradi va rahmatini bildirdi. Andin bayamqi chavandozlik beygisida mukofot olgan alayda kashtilik tilla qashlangan hamyonini yenidan chiqarib xon bergan oltin dastalik qalam to'rashni ichiga soldi. Hamyonning og'zini ching bo'g'ib beliga mahkam tangandan keyin balalar bilan yugurishib berganlar maydoniga ketdi. Xon yiroqdan uningga nazar soldi. Andin Bassanqonga qarab ulug' kichik tinib aytdi. U yoshligimni esimga soldi. Senmi uni aziz bilib o'zing e'tiborlaydigan go'harni uningga berding. Poshshoxon esingda bo'lsinki, zamin tixi illig'ini yo'q. Bo'ron chapqulliq kunlar oldimizda. Beşimdeki bu tacığa tinim acizlik qılıvatıdı. Əmdi sanğulluq kəmirini taşlap, meni yenikletadigan çeğin bolay dedi. Bilsəng, öncü Mervayetinin qimmetli faqat Javahir xanıda oğlum. Barğın, içdişin Javahirga tolsun. 3. bab aşık. Bu qitimliq çilishdan keyin Bassanqon Poshshoxon bilan kitobchining o'g'li Yavuzbek nihoyatda ijil do'stlardan bo'lib qoldi. Poshshoxon ularning oilasiga o'rnidan muqim ta'minoti va uy xizmatchisi o'rinlashtirib berdi. Jalol shayxning asli ismi Jaloliddin Pattar bo'lib, Yiroq Sharqdan ilm tahsil qilish orzusida bu yurtga kelgan. Keyin ana yurti urush malmonchiligiga petib qolganligi sababli o'z vataniga qaytolmay bu yerda uy o'choqliq bo'lib, o'rnida xonlikning din ishlari xizmati bilan shug'ullangan o'qimishli katta o'lima olim edi. Keyin ayoli yosh turibla kasal sababli 3 yoshlik yolg'iz o'g'li Yavuzbekni eriga tashlab qo'yib, dunyodan ketib qoldi. Aziz vatanidan musofirchilikda beshini silagan, mehr issiq ayolidan ayrilib qolgan Jalol Pattar o'rnidagi xizmatidan istifa berib, shahar sirtidagi ayoli yotgan mozorlikni makon tutib, shu yerda shayxlik qildi, ham o'g'lini o'zi bir qo'lliq tarbiyalab, alamdimu, qalamdimu bor bo'lgan palvon yigit qilib yetishtirib chiqdi. Jalol Pattarning yig'ib saqlagan kitoblarining soni haddi hisobsiz bo'lib, uning o'y kitobidan boshqa mol bisoti bo'lmaganligi uchun kishilar uni kitobchi Jalol Shayx deb ataydi. Yavuzbek chiroyda onasini tatqanligi uchun oftobda yinib turadigan keng peshonalik, oq yuzi bilan chaqnab turadigan bir jup qo'y ko'zi har qanday kishining amroqligini keltiradi. Xulqi dadisini tartqan bo'lsa kerak, odatdan tashqari kitob mastonasi bo'lib chiqqan edi. Shu sababdanmi o'rda kutubxonasi uni o'ziga beklaram qilib oldi. Bassanqon do'stining bu qiziqishni bilib, Yavuzbekning quliga o'rda kutubxonasiga xohlagan vaqtda kirib chiqalaydigan xon yorlig'ini tutqizib, uni o'rda kutubxonasining doimliq aziz mehmoniga aylantirdi. Bulubmu her cümə günü düşdən keyin orada kütüpxanasında bo'ladigan olim o'limalarning ilm tahsil bas munozara yig'ilishig'a u eng burun kelib ishtirok bo'ladi. Bu xil yig'ilishga xon va uning vazir huzuralari to'liq qatnashgandan sirt, xonlik universitetining o'quvchilaridan boshlab el ichidagi ko'zga ko'ringan shoir mandahlarigacha nurg'un odam qatnashadi. Bu günü meyli şah bolsun, meyli gaday bolsun, ilim tahsil yüzüsüdün her qandaq fikrini bemalal o'ttirga qo'yalaydi. Ba'zi kunlari bas munozara shunda qiziydi ki, tushda boshlangan mutolaa to'xtamasdan kechining yarimigacha so'ziladi. Bugun mutolaaga qatnashgan kishilarimiz odatdagidan ko'p bo'lib atadi. Bundaq bo'lishdagi sabab xalq universitet taklif qilgan Yevropadagi dаңliq universitetlardan kelgan bir qancha faylasuf ustozlarning bu yig'ilishga ishtirok bo'lganligidan edi. Cho'ng kichik hammaydan kutubxona zaliga yig'ilgan edi. Başta xalq universitetining an'anaviy tibobat ilmining ustozi so'z qilib, an'anaviy tibobatdagi kasallanish jarayoni degan temadagi maqolasini o'qib tugatdi. Maqola shundoq mukammal atrofli yozilgan edi. Uning ustiga muallif shu zamonning yiroq yaqiniga nomi mashhur bo'lgan tibobat nazariya allomasi bo'lib, uning tibobat to'g'risidagi aytqanlariga odatdagi ilm egalari oldirab bir narsa deyolmaydi. Ustoz o'ltirganlarning o'xshamagan fikr qarashlari bo'lsa, o'ttirg'i qo'yishni kutib o'ltirdi. So'rindan hech qanday sado chiqmadi. Yig'in boshqaruvchi ulliq qilib boshqa fikr bo'lmasa, yana bir temaga o'tadiganligini jakarladi.
Şu çağda sorun əhlidin tüvəndə oturğan bir yaş, orundan turub nəhayət xicil bolğan qiyafətdə fikir qıldı. Hürmetlik ustaz, kəminə şagirdinizning bu toğruluq azraq uyum var idi. Ruxsatmıdı? Ən arqa səpdiki oturğanlar arasından çıqqan bu avazdan səl əndikib, gürütdə qaraşdı. Çünki adətdə münazirəyə qatnaşqıçılar yoki fikir bergüçülər yaş və hörmətdə çoğ ustazlardan bolatdı. Ruxsat, dedi yığın başqurğucu Tibabət ustazının göz işarət maqbulluğunu alğandan keyin bişini lingiştib. Rahmat ustaz. Bayamqı maqalanızdaki qızıtma yandırışның roli degan iborada qızıtma kasalliklarni tərlitish yoki boshqa usullar orqali qızıtma yandırıb badanni turaqlashtirishni ta'kidlabsiz. Meningcha, bu men tahsil qilgan va anglagan zamonimizdagi qizitma to'g'risidagi eng mufassal, eng yaxshi sharhlangan bir maqola bo'lishi mumkin. Ajringizga Alloh ko'p rahmat qilg'ay ustoz. Shundaqdimi siz ta'kidlagan bu usul barliq qizitma kasalliklariga muvofiq kelishi notayin deb qarayman. Ustoz sizlarga ayonki, kasallangan badanning qizishi, badanning o'zida tabiiy bor bo'lgan o'z-o'zini qo'g'dash jarayoni. Badan bu jarayon orqali o'zidagi shu xil kasallikka qarshi immunit sistemasini qo'zg'atadi ham immunit hujayralarini paydo qiladi. Uning ustiga badan temperaturasi 37 gradus bilan 39 gradus oralig'ida badandagi kasallik bilan ilishquchi oqqan hujayrasi eng aktiv, eng jangovar holatga o'tgan bo'ladi. Shuningdek, jigarning zaharsizlantirish rolimi kuchayib, badanning modda almashishi tezlashidi. Navoda biz badandagi bu qizish jarayonini vaqtliq uzib qo'ysak, balkim bemorning kasallik alomati vaqtliq yaxshilanishi mumkin. Lekin kasallikning saqayish jarayoni uzarab ketishi yoki uzil-kesil saqaymasligi tabiiy. Shuning uchun kasalning turi va qizitmaning yuqori tuvanligiga qarab, ondan qizitma qaytarish tashabbus qilinsa, yaxshi bo'larmikin demoqchiman. Yigitning so'zi tugamasda so'rin ahli norozi bo'lgan qiyofatda g'udung'shib yigitga so'qaq qarashdi. Yigit ularning masxara qarashlaridan xijil bo'lib, o'pkida qizarg'inicha so'zdan to'xtab qoldi. Buni sezgan Tibobat fakultet ustozi kulimsirgincha beshini lingshitib, yigitga madad berganda qilib ullik aytdi. "Qani yigit, so'zingizni davomlashtiring." Yigit yana o'rnidan turib, so'zlarining oxirini bayon qilishga boshladi. İkinci fikrim ustoz. Dora ta'siri degan iborada mayli an'anaviy tibobatda bo'lsin yoki g'arib tibobatida bo'lsin, dora berishdan ilgari bemorning psixika tangpungliqini asliga keltirish degandek e'tiborga ilinmagan tajribalardan ayonki, qo'y qotuniga bo'rini yaqindan bog'lab qo'yganda, bo'risiz qotandagi qo'ylarning to'llanish ahvoli bo'ri bor qotandagi qo'ylarga qaraganda ko'rinarli yaxshi bo'lgan. Uning ustiga bo'ri bor qotandagi qo'ylarning kasallik bilan og'rish nisbati yuqori bo'lgan. Shuningdek, qarzga patgan bemorning qarzi yo'q bemorga qaraganda o'ttircha yurak ritmi tez, qon bosimi yuqori bo'lgan. Jumladan, o'xshash dorining o'xshamagan makon zamondagi ta'siri o'xshash bo'lmaslik prinsipiga asosan, meningcha dori berishdan ilgari bemorning psixika holatini to'raqlashtirish, dorining ta'sir qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Demoqchimanki, bu jihatdagi izlanishni mumkin bo'lsa, Xalq universitet bosh bo'lib cho'nqurlashtirgan bo'lsa, degan umiddaman qadrlik ustoz. Yigit so'zini tugatdi. Maydon ahli timtoz sukut ichida qoldi. Shu chaqda xonning o'ng yonida o'ltirgan, oq ujumidak julalab turgan, chiroydan boshqa butun badani qip-qizil shoyi bilan o'ralgan Parizat kabi shundoq o'z bir qiz o'rnidan turib so'z qildi. Uning chiroyining o'zliqiga ovozning inchiga ham zilliqi bekmi moslashgan bo'lib, ba'ayni tuxumdan chiqqan cho'jining cho'kildigan ovozdek bir xil yiqimliq sabiy ovoz butun maydondagi kishining yuragini ezatdi. Qarindishimning aytganlari bir haq, lekin qizitmaning yomon taraflarimi bor. Bemor qizg'anda uning nerv sistemasining g'idiqlanishi kuchaydi. Bulupmu 40 gradusdan 41 gradusga yetganda jo'ylish, xiyoli sezim bo'lish qatorliq alomatlar ko'riladi.
Balaning markaziy nerva sistemasi to'liq pishib yetilmagachga osonla tortishib qoladi. Cho'ng odamlarning qizitmasi o'ttirchi hisobda har bir gradus yuqorilaganda yurak ritmi minutiga 15 ni ortiq soladi. Balalarning yurak ritm soni buningdimi ko'p bo'ladi. Yurak ritmining haddidan ortiq tezlashib ketishi yurak kasali yoki qon ozliq borlarning yurakka keladigan besimini kuchaytiradi. Hatto yurak zaiflashishini keltirib chiqardi. Qizchaqning yigitning ikki xil fikrini rad qilish yo'lidagi yiqimliq, ammo keskinlik chiqib turgan bayonlari zal bo'shlig'ida to'xtamay jaranglaydi. Ondan yigitmi bo'sh kelmay o'zining asoslarini tamkinlik bilan eng uqumliq tilda bayon qiladi. Munozara davomlashatdi. Ikki taraf bir-biriga qoyil bo'lmadi. Oxiri Yiroq eldan taklif qilingan yosh va hurmatda eng cho'ng ustoz so'z qilib, yosh yigitning qizitma to'g'risidagi bayonlarining nihoyatda to'g'ri ekanligini, davolashda ilgariki psixika turaqlashtirish garchi barhaq bo'lsa-mu, amaliy davolash jarayonida qo'llanishning bakla mushkulligini amaliy misollar bilan qoyil qilarlik so'zlab, butun maydon ahlini qoyil qildi. Bu qatimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.